mavzuyimiz hamma uchun qiziq bo'lgan va hamma uchun juda kerakli bo'lgan peshob tahlili. Umumiy peshob tahlili yoki umumiy общий analiz matchi. Xo'p, umuman olganda, umumiy peshob tahlilida dastavval biz nimaga e'tibor berishimiz kerak? Dastavval peshobda qachon va qayerda va qanday miqdorda hosil bo'lishi degan tushunchaga ega bo'lishimiz kerak bo'ladi. Bu tushuncha qanaqa? Peshob siydik hosil bo'lishi buyraklarda kechadigan murakkab fiziologik jarayon bo'lib, u organizmdan ortiqcha suyuqliklarni, tuzlarni, moddalar almashuv mahsulotlari va toksinlarni chiqarishga yordam beradi. Umuman olganda, organizm uchun keraksiz bo'lgan narsalarni, o'sha moddalarni chiqarib tashlashga katta yordam beradi. Endi peshob hosil bo'lish jarayoniga qisqacha to'xtalib o'tamiz. Bular qanaqa? Peshob asosan buyrakda o'sha nima deydi? Peshob hosil bo'lish jarayoni buyraklarda kechadi. Hosil bo'lishi asosan 3 ta bosqichda kechadi. Ular qaysi bosqichlar? Birinchisi bu filtratsiya. Suv va eritmalarni filtrlanishi, ya'ni yuqori bosim ostida qon glomerulonefritlar filtrlanadi va qon o'sha glomerulonefritlar filtrlangandan keyin qon plazmasidan suv, elektrolitlar, glyukoza, aminokislotalar, mochivina, kreatin ajraladi. Bu birlamchi peshob hosil bo'lish jarayoni deyiladi va kunlik hajmi 150-180 litrni tashkil etadi. Hop, ikkinchi bosqichi bu reabsorsiya, ya'ni qayta so'rilish bosqichi. Bunda asosan naychalarda organizm uchun muhim moddalar qayta so'riladi. Suv 99%, natriy, glyukoza, aminokislotalar qonga qayta o'tadi va bu bosqichdan so'ng sekundar, ya'ni ikkinchi darajali peshob hosil bo'ladi. Bir kunlik hajmi 1-1,5 litrni tashkil qiladi va oxirgi uchinchi bosqichi bu sekretsiya, ya'ni qo'shimcha chiqarish. Organizmda keraksiz moddalar, toksinlar yo'qotiladi va kislotalar, kaliy ionlar va dori vositalar naychalar orqali chiqariladi. Peshob chiqarishi asosan ekskretsiya deyiladi va bu hosil bo'lgan peshob buyrak kanallari orqali, ya'ni buyrakdagi siydik yo'llari orqali peshob yo'liga o'tadi va peshob yo'lidan to'g'ri peshob qopiga jamlanadi va keyin siydik chiqarish yo'llari orqali tashqi muhitga chiqarib yuboriladi. Peshob hosil bo'lishining tasnifi qanaqa? Peshob hosil bo'lishi turli yo'nalishlarda tasniflanishi mumkin. Masalan, tarkibiga qarab birlamchi peshob, ya'ni qon filtratsiyasi natijasida hosil bo'lgan suyuqlik, sekundar ikkinchi darajali peshob, qayta so'rilish va sekretsiya va so'nggi chiqariladigan peshob 1-1,5 litr tashkil qiladi va peshob hajmiga qarab ham o'z navbatida birinchi turlarga bo'linadi. Hajmiga qarab deganimizda, masalan, normal holatda inson fiziologik jarayonlar uchun, masalan, fiziologik jarayonlar natijasida 1-1,5 litr kuniga peshob ajraladigan bo'lsa, endi bu har xil kasalliklarda yoki bo'lmasa turli xil fiziologik jarayonlar hisobiga peshob miqdori kamayib ketishi yoki ko'payib ketishi ham xuddi shu jarayondagi ma'lum bir jarayonga olib keladi. Bular o'z navbatida ma'lum bir nom bilan nomlanadi. Bular qaysilar? Birinchisi bu normuriya, ya'ni kunlik normal peshob bo'lib, hajmi 1-1,5 litr. Ikkinchisi poliuriya, ya'ni peshob hajmining oshishi. Bunda asosan peshob hajmi 3-4 litrgacha cho'zilib ketishi mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasa oligouriya, ya'ni peshob hajmining kamayishi. Peshob hajmining 400-500 mikrolitrdan kam bo'lishi, ya'ni bir kunlik sutkadagi peshobning 400-500 mikrolitrdan kamayib ketishi. Xo'p, keyingisi anuriya, ya'ni peshob hosil bo'lmasligi. Umuman aytganda, biz yuqorida fiziologik holatlarda 1-1,5 litr peshob hosil bo'ladigan bo'lsa, endi u 400 mikrolitrdan ham kam, 100 mikrolitrdan ham kam, 100 millilitrdan ham kam peshob hosil bo'ladi bir sutkani ichida. Ana shu anuriya deb ataladi. Endi peshob chiqarish ritmiga qarab ham yana o'z navbatida 3 ta turga bo'linadi. Ular qaysilar? Diuriz, ya'ni normal holatdagi peshob chiqarish. Nocturiya, tungi diurizning ortib ketishi va disuriya, og'riqli yoki qiyinlashgan peshob chiqishi. Asosan bakterial infeksion jarayon ketayotganda yoki bo'lmasa o'sha siydik tosh kasalliklarda toshda ko'chishi hisobiga sodir bo'ladi. Endi peshob tahlili turlari bir necha turlarga bo'linadi. Umuman aytganda, masalan, biz
o'tgan mavzumizda gemostazogrammada asosiy ko'rsatkichlar nima deganimizni hozir hammamiz bir ovozdan HTV, fibrinogen, tramin time va MNOni misol qilishimiz mumkin bo'ladi. Xuddi shunaqa fibronogeniyani ham umumiy peshob tahlilini ham o'zini bir necha bosqichlari bor. Bular qaysi bir necha bosqichli tekshirishlari bor. Bular qaysi bular? Birinchisi bu umumiy peshob tahlil. Ikkinchisi bu 2 stakanli, uchinchisi 3 stakanli, to'rtinchisi bu nechepalinko, beshinchisi bu Zimmetskiy va oltinchisi biokimyoviy peshob tahlili turlari. Xuddi mana shunaqa 6 ta tur orqali umumiy peshob tahlilini bir necha xil tarkibini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi ularni birma-bir ko'rib chiqamiz. Ular qaysilar? Birinchisi bu peshob tahlili buyrak siydik yo'llari va umumiy metabolik holatni baholash uchun muhim tashxis usuli hisoblanadi. Tashxis turlari bemorning holati va shifokor ko'rsatmasiga qarab tanlanadi. Endi biz yuqorida har bittasini birma-bir sanab o'tdik, ya'ni umumiy peshob tahlili, Zimmetskiy, Nechepalenko va biokimik ko'rsatkichlarni birma-bir sanab o'tdik. Xuddi shu tarzda umumiy peshob tahlili, ya'ni umumiy общий analiz baja yoki umumiy siydik tahlilini ko'rib chiqamiz. Maqsadi nima? Maqsadi peshobning umumiy fiziologik yoki kimik xususiyatlaridan tahlilini o'rganish. Buyrak kasalliklari, infeksiyalari va metabolik buzilishlarni aniqlash. Ko'rsatkichlari nimalarga ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi? Asosan birinchi o'rinda rangiga, shaffofligiga, hidiga, pH'iga, zichligiga, oqsil, glyukoza, keton jismlari, bilirubin, eritrotsitlar, leykositlar va silindrlar va bakteriyalarning bor yoki yo'qligiga. Umuman olganda umumiy peshob tahlilini dastlab olganimizda nimalarga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi? Dastlab olganimizda miqdoriga qaraymiz. Miqdori kam, ko'pligi, agar kam bo'ladigan bo'lsa, qanaqa holatda, doimiy shunaqami yoki o'sha kimlardir masalan idishdagi peshobni laboratoriyagacha olib kelayotganda to'kib yuborishi mumkin. Shu narsalarni yig'ishimiz kerak bo'ladi. Nimaga? Chunki miqdoriga qarab biz yuqorida bir necha turlarga bo'lib o'tdik. Masalan, o'sha normal holatda bo'lsa normuriya, kam bo'ladi, ko'p bo'ladigan bo'lsa poliuriya, kam bo'ladigan bo'lsa aniuriya yoki peshob hajmining kamayishi oliguriya, umuman yo'q bo'lib ketishi anuriya. Xuddi shu tartibda dastlab biz peshobni miqdoriga qarashimiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi bu rangiga. Rangiga qaraganimizda asosan peshobni rangi normal holatda somon sariq rangida, tiniqligi shaffof tiniq bo'lishi kerak. Xo'p, buni tarkibida asosan qo'shimcha yod moddalar bo'lmasligi kerak. Zichliklari pH normal holatda, masalan pHning holati normal holatda 5 dan 6,5 gacha, nisbiy zichligi 1010 dan 1030 gacha yoki 1025 gacha har xil adabiyotlarda har xil. Xuddi shu tarzda peshobda umumiy peshob tahlilining tashqi ko'rinishiga, ya'ni tashqi tomondan nimalarga e'tibor berishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Undan keyingisi yana nimalarga e'tibor beriladi? Undan keyin asosan epiteliyalarga e'tibor beriladi. Umumiy peshob tahlilida epiteliyalar 3 xil epiteliy bor. Ular qaysilar? Yassi epiteliy, bu asosan обычный hammamiz ko'rgan epiteliy qanday bo'lsa, hujayrasi qanday bo'lsa, xuddi shu hujayrada bo'ladi. Ikkinchisi bu o'tuvchi epiteliy xuddi ingichkalashgan, uchi ikkita tomon uchi chizilgan, o'rtada yadrosi bor va mayda holga o'xshagan dog'lari bo'ladi yuzida. Undan keyingisi bu buyrak epiteliylari. Buyrak epiteliylari, ya'ni buyrakka oid epiteliyalar, ular normada 3 gacha bo'ladi. Buyrak epiteliylari normada bo'lmaydi. Ularni tuzilishi qanaqa? Ular tuzilishi leykositlardan sal kattaroq shaklda bo'ladi. Hop, undan keyingisi bu leykositlar umumiy miqdor sanaladi. Undan keyin aynan o'sha qonni shakllaydigan elementlardan yana biri eritrositlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Eritrositlar nima qiladi? Eritrositlar asosan aynan shu
biror bir glomerulonefrit yoki poliuriya yoki qanaqadir bir mexanik jarayonlar ta'sirida zararlangan bo'lsa, o'shani hisobiga sodir bo'lishi mumkin bo'ladi. Va eritrositlar ham o'z navbatida umumiy peshоб tahlilida ikki xil bo'ladi, ya'ni o'zgargan va o'zgarmagan. O'zgargan eritrositlar va o'zgarmagan eritrositlarga bo'ladi. Ya'ni agar o'zgarmagan eritrositni oladigan bo'lsak, xuddi обычный qanaqa eritrositni biz qonda ko'rgan bo'lsak, xuddi shunaqa bo'ladi. O'zgargan epiteliy bo'lsa, yo o'sha yumaloq eritrosit ichida donador bo'ladi yoki bo'lmasa umuman nima deydi, ichi umuman ko'rinmaydigan прозрачный bo'lib ketadi. Shunisi bilan farq qilish mumkin. Bundan tashqari mikroskopik ko'rinishda oladigan bo'lsak, mikroskopik jihatdan ko'rganimizda bir necha anaqalarni silindrlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu silindrlar qanday? Bular geolin silindrlar, donador silindrlar, mumsimon silindrlar, eritrositarli silindrlar va yog'li donali silindrlarga bo'linadi. Bundan tashqari umumiy peshob tahlilida o'sha shilliq yoki bo'lmasa tuzlar, siliz, ya'ni shilliqda asosan biror bir shamollash protsessi yoki vоспаление protsessi ketayotgan bo'lsa, aynan o'sha paytda shilliq ajralishi mumkin bo'ladi. Xo'p, undan keyingisi bu tuzlar. Tuzlarning ham asosan bir necha turlari bor. Masalan, bir necha turlar bor deganda, masalan, fosfatli tuz, morfin fosfat, hop, oksalat, kristal monoid kislota va boshqa turlari mavjud. Bundan tashqari ayrim masalan anaqalarda nima deydi, bemorlarda o'sha sperma kanallarining sfinkterlarini ishdan chiqishi hisobiga macha orqali sperma ham tashqariga chiqishi mumkin bo'ladi. Ana shunday holatda o'sha sperma yoki bo'lmasa prostata sekretsiyasining elementlari degan anaqa bo'limiz ham bo'ladi va shu orqali biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari umumiy peshob tahlilida bakteriyalarni va griboklarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shu tarzda umumiy peshob tahlilini asosiy ko'rsatkichlarini ko'rib chiqdik. Asosan o'sha tahlil o'tkazish uchun texnikasi nimalarga e'tibor berish kerak? Peshob tahlilini o'tkazayotganda asosan ertalabki birinchi peshobdan o'rta porsiyasi olinadi. Idish toza idishga olinishi kerak va 1-2 soat ichida laboratoriyaga topshirilishi kerak bo'ladi. Endi boshqa usullarga qaraganda umumiy va keng qamrovli tahlil hisoblangani uchun umumiy peshob tahlili hozirgi kunda juda ko'p ommalashgan tahlillardan biri hisoblanadi. Endi undan tashqari biz umumiy peshob tahlilida yana nimalarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi? Ular bu 2 stakanga ajraladi. Ya'ni tahlilni o'tkazish uchun bemor nima deydi, stakanga o'sha anaqa qilayotganda 2 stakanga CD ajratib olib keladi. Bunda qanaqa o'zi tahlilni turi, qanaqa prinsip, qanaqa nimalarga ko'radi? Hop, birinchisi tahlil o'tkazish texnikasi. Peshob asosan 2 qismga ajratiladi. Birinchi porsiya CD chiqarish yo'li va yo'lini holatini baholaydi. Ikkinchi porsiya esa buyrak va peshob qopini baholaydi. Hop, toza idishga yig'iladi va 1 soat ichida laboratoriyaga topshiriladi. Agar masalan laboratoriyaga kelib topshirmaydigan bo'lsa, 1 soat ichida laboratoriyaga olib kelish shart bo'ladi. Infeksiya yoki yallig'lanish jarayonlarining aniq va aniq qismini topshirishga yordam beradi. Xuddi shu tarzda anaqani 2 stakanini olib boriladi. Masalan, ko'pchiligimiz 2 stakan nimaga, 1 stakan nimaga deb aytishlari mumkin. Bitta stakan deganimiz yo'q, endi umumiy peshob tahlili. Umumiy peshob tahlilini ko'rdik. Aynan nima ko'rsatkichlar va qanday ko'rsatkichlardan iborat bo'lishini. Hop, ikkinchi tahlil bu 2 stakanli tahlil. 2 stakanli tahlilda asosan o'sha CD chiqarish yo'llari holatini baholashda va aynan o'sha buyrak va peshob tahlillerini, buyrak va peshob qopini baholash uchun ishlatiladi. Bundan tashqari, infeksiya va yallig'lanish joylashgan aniq qismini topishga yordam beradi bu. Bundan tashqari bizda 3 stakanli sinama ham mavjud. 3 stakanli sinama nima uchun kerak? 3 stakanli sinama prostata,
siydik yo'li buyrakdagi muammolarni aniqlash uchun foydalaniladi. Ularga nimalar kiradi? Ular asosan o'sha tahlil o'tkazish texnikasi nima? Qanaqa bo'ladi? Peshob 3 ta qismga ajratiladi. Birinchi porsiya, ikkinchi porsiya va uchinchi porsiya. Birinchi porsiya siydik chiqarish yo'li kasalliklarini, peshob qopi va buyrak holatini, hop, uchinchi porsiya prostata yoki urug' chiqarish yo'llarini qanaqa holatdagini baholab beradi. Uchinchi porsiyamiz. Prostata yoki uretra kasalliklarini aniqlash uchun samarali usul hisoblanadi. Uchinchi porsiya. Umuman olganda 3 ta porsiyada asosan o'sha peshobda 3 ta stakanga 3 ga bo'lib, birinchi, ikkinchi, uchinchi porsiya qilib turib topshiriladi va bu aynan o'sha siydik chiqarish yo'llari, peshob qopi va oxirgi to'rtinchisiga qarab turib, uchinchisiga qarab deganim, prostata yoki urug' chiqarish yo'llaridagi yallig'lanish jarayonini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi bundan tashqari bizda yuqori aniqlikda siydik yo'li va buyraklar infeksiyasini aniqlash uchun bitta metodimiz bor. Aynan shu peshob orqali tekshiriladigan metod. Bu metodimiz bu Nechiparenko bo'yicha tekshirish hisoblanadi. Xo'p, Nechiparenko bo'yicha tekshirishda asosan gematuriya, ya'ni qonda ertirasida borligini, anaqada gematuriya machada, ya'ni siydikda piuriya likasitlarning ko'payib ketishi va silindriya buyraklarda buyraklar filtratsiyasining buzilishi hisobiga olib kelishi mumkin bo'ladi. Hop, endi tahlilda qanday qilinadi? Tahlilda asosan 1 millilitr peshobda eritrositlar va leykositlar va silindrlar miqdori hisoblab topiladi. Hop, tahlil o'tkazish texnikasi qanaqa bo'ladi? Faqat o'rta porsiyadagi ertalabki peshob olinadi va 1 soat ichida laboratoriyaga yetkazilib kelishi kerak bo'ladi. Hop, tahlil o'tkazishda nimalarga e'tibor berish kerak? Masalan, umumiy boya aytgandek, umumiy peshob tahlilida umumiy o'sha olib kelayotgan biomaterialda umuman ertalabki birinchi porsiyasini olib kelish kerak deb aytgan edik yuqorida. Xuddi shunday Nechiparenko uchun faqatgina o'rta porsiyasi olib kelinadi. O'rta porsiyasi olib kelinadi. 1 soat ichida laboratoriyaga topshirilsa bo'ladi, agar mabodo masalan uydan olib keladigan bo'lsa. Hop, Nechiparenko tahlilida nimalarni ko'rishimiz mumkin? Nechiparenko tahlilida 3 xil narsani ko'rishimiz mumkin. Bular o'sha leykosit, ya'ni eritrosit va silindrlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. O'shalar orqali, ya'ni ularni miqdoriga qarab turib, bemorning holatini kuzatib boradi vrach. Endi bundan tashqari umumiy peshobga qaraganda aniqroq va buyrak shikastlanishlarini tekshirish uchun mos bo'lgani uchun umumiy peshob tahlilidagi o'sha Nechiparenkoni tekshirishimiz mumkin bo'ladi, ya'ni osonroq bo'ladi. Endi hop, bundan tashqari Nechiparenkodan tashqari bizda Zimnitskiy usuli ham bor. Hop, Zimnitskiy usuli qanaqa usul? Zimnitskiy usulda bunda buyrakning konsentratsiya va filtratsiya qobiliyatini baholash uchun ishlatiladi bu usul. Hop, diabet, gipertoniya, buyrak yetishmovchiligini tashxis qilish uchun asosiy ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Nimaga? Chunki aynan Zimnitskiyda har 3 soatda macha o'sha siydik yig'iladi. 8 ta idishga yig'iladi. Bunda masalan 3 × 8 24. 24 soat davomida har 3 soatda macha yig'iladi, siydik yig'iladi. Va ularni har bittasidan tekshiruvlar o'tkaziladi. Bunda qanaqa? Masalan, peshobning zichligi, hajmi va uni kun davomidagi o'zgarishlarni tekshiradi. Kun davomida har 8 marta 3 soatda oralig'ida peshob yig'iladi. Har bir porsiya alohida idishga saqlanadi va 24 soat ichida laboratoriyaga topshirilishi shart. Buyraklarning ishlash ritmini to'liq baholashni o'sha buyraklar ishlash faoliyatini yordam beradi. Bundan tashqari nima deydi? O'sha hozir biz yuqorida 2 stakan, 3 stakan Zimnitskiy va Nechiparenko usullarini ko'rib chiqdik va bundan tashqari bizda buyraklarda biokimyoviy tahlil turlari ham mavjud. Buyraklarni biokimyoviy tahlil turlari deganda nimani nazarda tutamiz?
Organizmda moddalar almashinuvi buzilishlarini aniqlash, buyrak, jigar, endokrin kasalliklar tashxislash uchun asosiy ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Ko'rsatkichlar qanaqa? Umumiy peshob tahlilidagi topshirilgan peshobdan, ya'ni bir sutka davomida yig'ilgan peshobdan glyukoza, mochevina, kreatinin, albumin, kaliy, natriy, xlor, kalsiy, fosfor, magniy va kalsiylarni aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Tahlilni o'tkazish texnikasi asosan 24 soat davomida peshob yig'iladi. Yig'ilgan peshobni sovuq joyda saqlanadi va 24 soatdan so'ng laboratoriyaga topshiriladi. Aniq va aniqlashtiruvchi tahlil bo'lib, endokrin va buyrak kasalliklarini baholash uchun ishlatiladi. Peshob tahlillari o'tkazish texnikalari va farqlari. Masalan, yuqorida biz hammasini aytib o'tdik. Nima qanaqa asosiy ko'rsatkichlarni. Endi yana qisqa qilib aytib o'tib. Birinchisi bu umumiy peshob tahlili. Hosil bo'lish nima anaqasi olish uslubi bu ertalabki peshobning o'rta qismi. Tahlil maqsadi umumiy baholash, asosiy ko'rsatkichlar oqsil, glyukoza, bakteriya, eritrositlar. 2 stakanli tekshiruv. 2 stakanli tekshiruvda peshob 2-3 qismga ajratiladi. Bu maqsad siydik tizim kasalliklarini aniqlash. Asosiy ko'rsatkichlar leykositlar, silindrlar, eritrositlar va bakteriyalar. 3 stakanlida peshob 3 ta qismga ajratiladi. Prostata yoki uretra kasalliklari maqsadi anaqalar nima deydi? Asosiy ko'rsatkichlari silindrlar, eritrositlar va oqsil. Nechpalinka usulida bunda ham o'rtacha porsiya olinadi. Buyrak va infeksiya holati aniqlanadi. 1 millilitr peshobdagi eritrosit, leykosit va silindrlar miqdori sanaladi. Zimnitskiy usulda esa 8 marta kun davomida yig'iladi. Buyrak ishini baholashda zichlik va diurez va tuzlar ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari biokimyoviy tahlilni ham aytdik yuqorida. Bular 24 soat davomida yig'iladi. Metabolik buzilishlar aniqlanadi va glyukoza, mochevina, elektrolitlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi mikroskopiya va makroskopik haqida batafsil tushunchalar va bunga asosiy kiradigan ko'rsatkichlar degan anaqamiz bor. Mavzuyimiz bor bizda. Xo'p, bunda qanaqa? Masalan, umumiy peshob tahlilining makroskopik va mikroskopiyasi. Umumiy peshob tahlilida buyraklar, siydik yo'llari va organizmning umumiy holatini baholash uchun eng muhim laboratoriya tekshiruvlaridan biri hisoblanadi. Xo'p, uning asosiy qismlari makroskopik va mikroskopik. Makroskopik bu fizik kimyoviy xususiyatlarini tahlil qilish, ular makroskopiya peshobning tahlil xususiyatlarini baholash bo'lib, u o'sha quyidagi aniq ko'rsatkichlarga asosida bajariladi va bu bosqichda rangi, shaffofligi, hidi, zichligi va pH aniqlanadi. Peshobning rangi. Peshob rangi uroxrom, urabelnikin yoki urairitin moddalar ta'sirida o'zgaradi. Mumkin bo'lgan sabablar: sariq rang normal holat, qo'ng'ir sariq, to'q sariq rang bo'lsa, kam suv ichish, gepatit yoki gemoliz hisobiga, qizg'ish bo'ladigan bo'lsa, gematuriya, ya'ni o'sha macha tarkibida eritrositlar, bular asosan porfiriya, ayrim dori vositalari natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'ladi. Xo'p, oranjiy rangga kirishi yoki o'sha to'qroq, ya'ni rang bo'lishi bunda qanaqa bo'ladi? Karetin yoki nitrofuranlar, ya'ni antibiotiklar ta'sirida zararlangan yoki suvsizlangan bo'lishi mumkin bo'ladi. Endi sabzi rang bo'ladigan bo'lsa, unda infeksiyalar, ayrim dori vositalar bo'ladi. Agar oqsimon bo'ladigan bo'lsa, oqsimonda bunda cho'kmalar, ya'ni o'sha piuriya, peshobda oqsil va leykositlar hosil bo'lishi shu tartibda ketadi. Peshobning shaffofligi. Birinchi masalan peshobda rangiga ko'rdik, ikkinchisi bu shaffofligi. Shaffofligi deganda peshob shaffofligi normal, biroz xira, tuzlar yoki yengil infeksiyalar ta'sirida va to'liq xira, leykosit, bakteriya va oqsillar hisobiga bo'lishi mumkin bo'ladi. Endi peshobning hidi normal holatda neytral, kuchli bo'lmagan hidga ega bo'ladi. Agar kuchli ammiak hidi bo'ladigan bo'lsa, infeksiyalar, bakteriyalar ko'payishidan darak beradi.
shirin hid bo'ladigan bo'lsa diabet, ya'ni keton jismlari o'sha pyuriya infeksiyalari borligini bildiradi. Umuman olganda peshobni yana bir makroskopik ko'rsatkichi bu peshobning zichligi, buyraklarning konsentratsiyasi funksiyasini baholaydi. Bunda asosan zichligi 1010 dan 1025 gacha yoki 1030 gacha bo'ladigan bo'lsa normal, 1005 dan kam bo'ladigan bo'lsa diabet sinusoidlarda suvni ko'p iste'mol qilishda bo'ladi. 1010 dan yuqori bo'ladigan bo'lsa unda anaqa nima edi, glukoza miqdori oshib ketgan yoki bo'lmasa oqsil miqdorining yuqori bo'lganligiga darak beradi. Undan keyingi makroskopik belgisi bu ko'rsatkichlarni pH, ya'ni pH kislotali darajasi. Normal holatda 7,5 dan 7,5 gacha neytral yoki yog'li kislotali muhitlar bo'ladi. 4,5 dan kichik bo'ladigan bo'lsa, diabetik holatlarda ovqatda ko'p go'sht iste'mol qilish hisobiga yuzaga kelishi mumkin bo'ladi. Endi agar 7 dan yuqori bo'ladigan bo'lsa, ishqor, ya'ni ishonchli muhitga o'tadi va bu infeksiyalar buyrak yetishmovchiligi jarayonlarida yuzaga kelishi mumkin bo'ladi. Peshobda kimyoviy moddalar qanaqa bo'ladi? Peshobda kimyoviy moddalar deganimizda, masalan, oqsil normal holatda 0,33 gram na litrni tashkil qiladi. Endi peshobda kimyoviy tarkibiga to'xtalib o'tamiz. Peshobda kimyoviy tarkibiga qaraganimizda bular nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Ya'ni o'sha aynan oqsillar normal holatda 0,33 gram na litrgacha, ortiqcha bo'lsa nefrit yoki infeksiya. Glukoza normal holatda yo'q, agar yuqori bo'ladigan bo'lsa diabet. Keton jismlari normal holatda yo'q bo'lsa ketoz yoki diabet holatlarida, bilirubin normal holatda yo'q bo'lsa gepatit va gepatobiliar kasalliklarda yuzaga kelishi mumkin bo'ladi. Endi mikroskopik jihatiga e'tibor beramiz. Mikroskopik jihatiga nimalarga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi? Mikroskopiya peshobdagi hujayralar va cho'kmalarni aniqlash uchun o'tkaziladi. Ushbu bosqichda eritrotsitlar, leykositlar, bakteriyalar, silindrlar va kristallar tekshiriladi. Leykositlar asosan oq qon hujayralari, ular normal holatda ayrim adabiyotlarda 3 tagacha erkaklarda, ayrim adabiyotlarda 5 tagacha erkaklarda, ayollarda ayrim adabiyotlarda 6 tagacha, ayrimlarda 7 tagacha normal holatda bo'ladi. Agar yuqori miqdorda bo'lsa, piyonefrit, sistit va uretrin yoki infeksion jarayonlar sodir bo'layotganidan darak beradi. Endi eritrotsitlar qizil qon hujayralari. Agar eritrotsitlar umumiy peshob tahlilida bo'ladigan bo'lsa, ular masalan normal holatda ikkitagacha bo'lishi mumkin. 2 dan ortiq bo'ladigan bo'lsa, yuqori miqdorda bo'ladigan bo'lsa, gematuriya, ya'ni buyrak siydik yurish shikastlanishi, buyrak toshlari va onkologik kasalliklarda yuzaga kelishi mumkin bo'ladi. Agar epiteliy hujayra undan yuqori bo'ladigan bo'lsa, tezlik bilan mutaxassis bilan maslahatlashish kerak bo'ladi. Endi bundan tashqari mikroskopik bosqichda biz bu yuqorida umumiy peshob tahlilini aytganimizda qisqa ta'riflab berib o'tib ketgandik. Endi xuddi shu narsani birma-bir tekshirib o'tyapmiz. Har bittasini ko'rib chiqamiz. Umumiy peshob tahlilining mikroskopik bosqichida leykositlarni, eritrotsitlarni ko'rdik. Endi galda biz epiteliy hujayralarni ko'rib o'tamiz. Epiteliy hujayralarni biz yuqorida umumiy peshob tahlilini o'tayotganimizda 3 xil bo'ladi deb aytib o'tdik. Bular o'sha yassi epiteliy, o'tuvchi epiteliy va buyrak epiteliylaridan sanab o'tdik. Normal holatda peshob tahlilida 10 tagacha epiteliy bo'lishi mumkin. Yuqori miqdorda bo'lsa, siydik yo'li yallig'lanishidan darak beradi. Bularni masalan har bittasini targ'ib o'tdik. Masalan, yassi epiteliy bo'ladigan bo'lsa, normal holatda normal epiteliyga o'xshagan. Agar o'tuvchi epiteliy bo'ladigan bo'lsa, ular asosan konussimon shaklda bo'ladi va ichi xuddi donador bo'lgandek bo'ladi.
Buyrak epiteliyalar bo'ladigan bo'lsa, buyrak epiteliylari bular asosan anaqadan leykositdan sal kattaroq a, ko'rinishda bo'ladi. A, Endi bundan tashqari a, aynan shu nima deydi, mikroskopik bosqichda ko'rayotganimizda a, silindrlarni ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Silindrlarni o'zini bir necha turlari bor. Biz yuqorida silindrlarni bir necha turlarini esinglarda bo'lsa sanab o'tdik. Xo'p, ular qaysilar? Silindrlarni ko'rganimizda qaysilarini ko'rib o'tdik? Ular galinli silindr, donador silindr, mumsimon silindrlar, ertrositarli silindrlar, donador yoki voskovidni kengaygan silindrlarni birma-bir ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Anaqada mikroskopik ko'rganimizda. Bundan tashqari o'zi umuman silindrlar buyrak naychalarining qoldiqlari hisoblanadi. Normal holatda bo'lishi kerak emas, bo'lmaydi. Agar yuqori miqdorda bo'ladigan bo'lsa, glomerulonefrit yoki buyrak kasalliklarida yuzaga kelishi mumkin bo'ladi. Bundan tashqari yana mikroskopik bosqichda biz yana nimalarni ko'ramiz? Bakteriyalarni va griboklarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Normal holatda bakteriyalar yo'q bo'ladi. Agar yuqori miqdorda bo'ladigan bo'lsa, infeksiya asosan pilonefritda, sistitda va uretritda yuzaga keladi. Yana shu o'rinda biz bitta narsaga to'xtalib o'tishimiz kerak. Bu nima? Hozir biz aynan umumiy peshob tahlili uchun shifokor nazorati degan rejamiz bor, bitta bo'limimiz bor. Mana shu joyda peshob tahlilini qanaqa qabul qilishga qaratilishi kerak bo'lgan nimaga e'tibor berishimiz kerak bo'lgan joy bor. Xuddi shu joyda aynan agar umumiy peshob tahlilida topshirilayotgan idishi sterilniy bo'lmasa, ya'ni nesteril bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasa 1 soat ichida laboratoriyaga olib kelinishi kerak bo'lgan umumiy peshob tahlili 3-4 soat qolib ketadigan bo'lsa, unda tashqi muhitdan tushgan bakteriyalar hisobiga ham bu anaqalarda nima deydi, mikroskopik tekshiruvimizda peshob chiqishi anaqada bakteriyalar chiqishi mumkin bo'ladi. Gribok bu asosan zamburug'lar ko'pchilik holatda umuman asosan anaqadan keyingi holatda, ya'ni nima deydi, lecheniyadan keyingi antibiotik terapiyadan keyin yuzaga chiqadigan jarayon hisoblanadi. Hop, bundan tashqari biz mikroskopiya bosqichida nimalarni ko'ramiz? Bundan tashqari biz mikroskopiyada kristallarni ko'ramiz. Kristallarni, tuzlarni ko'ramiz. Bular qanaqa tuzlar? Asosan hozirgi sharoitda juda ko'p holatda asosiy 3 xil tuzlar uchraydi. Bular birinchisi bu oksalatlar. Buyrak toshlari yoki bo'lmasa suvni kam iste'mol qilish hisobiga yuzaga keladigan toshlar. Ularni hammamiz biladigan va eng keng tarqalganlardan biri bu nima deydi? Konvert shakldagi toshlar hisoblanadi. Xo'p, konvertsimon shaklda bo'ladi asosiy ko'pchiligimiz uchratadigan toshlar. Keyingisi bu fosfatlar. Fosfatlar asosan shelachniy muhitda, ya'ni biz yuqorida makroskopik bosqichini ko'rganimizda sizlar aytib o'tdik. Ya'ni pH'ida qachon pH oshib ketadi? Qachonki agar infeksion jarayon bo'ladigan bo'lsa, pH oshib ketadi deb aytdik. Xuddi shunaqa fosfat tuzlari ham infeksiyalar hisobiga yuzaga keladi. Ya'ni shelachniy muhit bo'lganda, ya'ni ishqoriy muhit bo'lganda fosfatlar yuzaga keladi. Bundan tashqari urat tuzlar ham bor. Bu tuzlar asosan purin moddalarining ko'p iste'mol qilishi hisobiga yuzaga keladi. Bu moddalar qanaqa? Masalan, ko'p go'sht iste'mol qilish hisobiga yoki jigar ko'p iste'mol qilish hisobiga yuzaga keladi. Umuman olganda, masalan, biz oksalatni bitta qaraganda, mikroskop ostida ko'rganimizda bitta qaraganda ajrata olamiz. Qanaqa? Bitta qaraganda konvertsimon shakldaligidan ko'rib ajratib olishimiz mumkin bo'ladi. Kristal qolgan fosfatlarni, uratlarni qanday ajratib olamiz deydigan bo'lsak, fosfatlar
asosan oq cho'kma tarzda, masalan, sentrifuga qilganimizdan keyin cho'kmasi oq bo'ladi va tez poloskada, ya'ni macha poloskada o'lchaganimizda ularni pH'i ishqoriy bo'ladi, ya'ni yuqori, 7 dan baland bo'ladi. Cho'kmasi oq bo'ladi. Biz shundan bilishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni mikroskop ostida ko'rganinglarda nima deydi, qumsimon, umuman anaqa polizirina, ya'ni bitta ko'ruv maydoni qumsimon shaklda hamma joyda bo'lib yotadi. Cho'kma bo'lsa oq bo'ladi. Endi o'ratlarda qanaqa bo'ladi? O'ratlarda ham xuddi shunaqa qum bo'ladi. Mikroskop ostida ko'rganinglarda qumsimon bo'ladi. Birlamchi ko'ruv maydoni. Faqatgina ularda mana shu anaqasi, cho'kmasi qizil g'isht, ya'ni pishgan g'isht anaqa rangida, qizg'ish rangda cho'kma bo'ladi. Shundan biz ajratib olishimiz mumkin bo'ladi. Peshob tahlili uchun biomateriallarni birlamchi qabuli va tegishli tekshiruv uchun laboratoriya shifokor nazorati. Umuman olganda, peshob tahlilini aniq va ishonchli o'tkazish uchun biomateriallarni to'g'ri qabul qilish, saqlash, tahlil jarayonida laboratoriya shifokorining nazorati muhim ahamiyatga ega. Biomateriallarni qabul qilish jarayoni tahlil turiga qarab peshob to'plash usuli. Masalan, peshob tahlilini shu turiga qarab turli xil namunalar yig'iladi. Umumiy peshob tahlilini ertalabki birinchi peshob to'planadi. Hop, Nechiparenko uchun ertalabki peshobning o'rta qismi olinadi. Zemnitskiy usul uchun kun bo'yi 24 soatda har 3 soatda peshob to'planadi. 2 stakanli va 3 stakanli sinovlar uchun esa siydik yo'li va kasalliklarni aniqlash uchun, biokimyoviy tahlillar uchun sutka davomida yig'ilgan peshob sutkalik diurezi aniqlanadi. Biomateriallarni to'g'ri yig'ish, saqlash va qoidalari nimalardan iborat? Hop, tozalik va gigiyena, ya'ni peshob o'sha nima deydi, topshirishdan oldin shaxsiy gigiyenaga amal qilishi kerak. Ya'ni siydik yo'li va tashqi jinsiy a'zolar tozaligiga e'tibor berish kerak. Ayollarda masalan o'sha hayz davrida tahlil topshirishdan saqlanish kerak va agar o'sha majbur bo'lmasa topshirmaslik kerak. Hop, iste'mol qilinadigan mahsulotlar va dorilar vositalariga qarab turib, peshob tahlilini 12-24 soat oldin topshirish kerak. Masalan, o'sha qizil rangli mahsulotlar, o'sha lavlagi, sabzi yoki bo'lmasa qulupnay boshqalarda nima qilish, kofe, alkogol yoki kuchli yog'li va tuzli oziq-ovqatlarni qabul qilmaslik va antibiotiklar va vitaminlar agar shifokor boshqa ko'rsatma bermagan bo'lsa. Hop, toza steril idish ishlatish kerak maxsus laboratoriya konteynerlari orqali. Hop, peshob yig'ilgandan keyin 1-2 soat ichida tahlilga topshirilishi lozim. Agar ushbu muddatga rioya qilinmasa, ya'ni oshib ketadigan bo'lsa, 2 gradusdan 8 gradus harorat oralig'ida saqlab turish kerak. Laboratoriyada biomateriallarni qabul qilish va shifokor nazorati. Masalan, biz hozir yuqorida barcha ko'rsatkichlarni masalan ko'rib o'tdik. Ko'rib o'tdik deganda qanaqa? Masalan, nimalarga e'tibor qilishimiz kerak, nimalarga e'tibor qilmasligimiz kerak. Hammasini birma-bir ko'rib o'tdik. Xuddi shu tarzda endi qabul qilish jarayonini ham birma-bir ko'rishimiz kerak bo'ladi. Masalan, qanaqa? Qabul jarayoni peshob namunasi qabul qilayotganda bemor ma'lumotlarini, masalan, ism familiyasi, yoshi, tahlil turlari tekshiriladi. Topshirilgan peshob miqdori va idish holati laboratoriya xodimi tomonidan baholanadi. Laboratoriya shifokorining nazorati. Peshob namunalarining sifatli va ishonchli tahlil qilishni ta'minlash, natijalarini xatolik bo'lmasligi uchun tahlillarni to'g'ri o'tkazilishini nazorat qilish kerak. Agar namuna noto'g'ri yig'ilgan bo'lsa, bemorga yana qaytadan yig'ish tavsiya qilinadi. Tahlil natijalarini baholash va rasmiylashtirish. Peshob tahlili natijalarida tekshirilib, xatolik bo'lsa, yana qayta tahlil qilish kerak bo'ladi. Umuman olganda, bugungi mavzu bo'yicha masalan peshob hosil bo'lishi uchun o'sha 3 ta asosiy bosqichni ko'rdik: filtratsiya, reabsorsiya, sekretsiya,
kun davomida qancha miqdorda peshob bo'lishini, masalan 1,5-2 litr peshob hosil bo'lishini, normal holatdan buyraklarda qanaqa holatlarda o'zgarish bo'lishlarini va har bir tahlil turi maqsad va tashxis qo'yish uchun mo'ljallangan va juda muhim ko'rsatkichlardan biri hisoblangani uchun har bittasini alohida e'tibor qilgan holda ko'rishimiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari shifokor o'sha talabga binoan eng mos tahlil usulini tanlashi kerak. Masalan, o'sha Zimnitskiymi, Nichiparenkomi, 2 stakan, 3 stakan barchasi. Hop, mikroskopiya rang, zichligi, pH, hidi va biokimyoviy tarkibi baholanadi. Mikroskopiya leykositlar, eritrotsitlar, bakteriyalar va tuzlarni aniqlaydi. Umuman aytganimizda har bitta ko'rsatkichlarga alohida ko'rishimiz kerak bo'ladi. Leykositlarni, eritrotsitlarni sanayotganda, mana bu kichkina bu joy bor, mana bu kesishgan joy. Mana shu joydagi mana 1, 2, 3, 4, 5 ta sanaladi. Mana bunaqa diagonal shaklda. Faqat mana bu chiziqqa mana bunaqa kesish, mana bu kesmadagi chiziqlarni ichida joylashgan, mana bunaqa katta chiziq deb oladigan bo'lsak, mana bunaqa kesilgan joylarda, ya'ni chiziqlar ustida bo'lgan eritrotsitlar sanalmaydi. Faqatgina mana shu anaqani katakda ichidagi, mana bunaqa katta deb oladigan bo'lsak, mana shu katakda ichidagilari sanaladi, mana shunaqa. Mana shu yerdagilari mana 1, 2, 3, 4, 5 ta. Diagonal shaklda eritrotsitlar mana shu 5 tasi olinadi va chiqqan sonni 252 ko'paytiriladi. Leykositlarni sanaganimizda yoki mana 1, 2, 3, 4, 5 ta. Yoki bo'lmasa mana 1, 2, 3, 4, 5 ta. 5 ta mana bu katta kataklar borku, mana 1, 2, 3, mana 4 talik katta kataklar. Mana shu kataklarda leykositlar soni sanaladi va 252 ko'paytiriladi.